Birinchi mashinamiz Changan M3 bo'ladi. 8 ta o'rindiqli, odam tashiga mo'ljallangan. Damas eng katta konkurenti, narxlari ham 141 millionga skidkada turibdi hozir. Xo'p, bu mashinamizda Changan Star 1.2 gruzovoy mashina 1.5-2 tonnagacha bemalol oladi. O'zbekistonda 15 yildan beri bemalol haydab yurishibdi. Motori 1.2 atmosferada 98 soat kuchi bor. Borti 280 ga 1.60 bo'ladi. Xo'p, ketdik. Bu mashinamizda Changan Star bir xil model, faqat buni motori 1.5 bo'ladi. Uje multimedia ekranlari bor. Yuk ko'tarishi ham 2-2,5 tonnagacha bemalol oladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bortlari ham buni 3 metr bo'ladi uzunligi. Nargisi 280 bo'lsa, bunisi naq 25 cm uzunroq. Shuning uchun yuk ko'tarishi ham ko'proq bo'ladi. Bu ko'rib turgan modellar, tak, bu ham Changanni T3 modeli bo'ladi. Motori 1.4. Buni особенности ko'rib turganingiz qo'sh balon bo'ladi. Qo'sh balon bilasizlar, ancha yo'lda stabilniy yuradi. Qum va bunaqa nestabilniy yo'llarda ham zo'r yuraveradi. Navachada bor, bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Tak, bu mashinamiz aka. Bu ham Changanning boshqa bitta zavodida chiqadi. Mashinamizning ichida ko'rsangiz bo'ladi, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bejevый tsvetda, yuk ko'tarishlari 3 tonnagacha bemalol oladi. Bu mashinamizning borti qolganlariga ko'ra sal shirokroq bo'ladi va yuk ko'tarishi ham juda ham zo'r. Okalar, bu hamma mashinamizda hozir skidkaga tushgan. Tak, sezon kirayotgani munosabati bilan sizlarga juda ham katta chegirmalar qilib qo'yganmiz. Bemalol nomer qoldirib ketaman, o'shalarga telefon qilib birma-bir so'rab olishingiz mumkin narxlari va skidkalari bo'yicha. Tak, yana bitta mashinamiz, xuddi hozir ko'rgan modelimizda dubl kabinasi bo'ladi. Okalar, dubl kabinani ko'pchilik biladi. 5 kishi o'tirib ketsa bo'ladi bemalol. 5 kishidan tashqari yana orqada ancha katta 2,5 metrli borti ham bor. Bemalol 2-2,5-3 tonnagacha yuk ko'tarib bera oladi. Brigada bo'lib ishlaganlarga juda ham asqotadi. Xo'p, endi bu modelimizga keladigan bo'lsak, bu okalar Changanning eng katta modeli hisoblanadi, ya'ni Changan T30. Bu avtomobilimizning kabinasi juda ham katta, ham baland. Ichida hamma komforti bor, ekran, multimedia, rul, konditsioner, airbag, hamma narsasi bor. Undan tashqari gaz uстановка qilingan, orqasida qo'sh balon bo'ladi va bortlari ham 3.60 ga 1.75 bo'ladi. Yuk ko'tarishi 5 tonnagacha indamay ko'tarib beradi okalar. Xo'p. Eng trendiy modelimiz Changan Star Plus bo'ladi. Mordasini ko'rishingiz mumkin. Shaharda ham ancha ko'payib qoldi. Juda ham chiroyli. O'zi uncha-munchaga gruzovoy mashina chiroyli bo'lmaydi, lekin bu yerda ham chiroyli, ham funksionallik qilib ishlab chiqarishgan okalar. Salonni bitta ko'ringlar. Ekranlari, multimedia sistemasi ancha chiroyli qilib ishlangan mashina. Ichida ham udobство aytgandek konditsioner, airbag, ABS hamma narsasi bor. Va bortlari ham 3.30 ga 1.70 bo'ladi. Yuklaringizni bemalol 3 tonna, 3,5 tonnagacha ko'tarib beradi bu mashinamiz va narxi ham juda ham shikolat va asal narx qo'yilgan. Обязательно telefon qilib surishtiringlar. Xo'p, bizda faqat gruzovoy mashina bor deb o'ylamanglar. Gruzovoy mashinamizdan tashqari Changanning sub-brendi bo'lgan Zipal avtomobillarimiz ham bor. Hozirda bu ikkala avtomobil juda ham katta chegirmaga tushgan. Ayniqsa Zipal S07 avtomobilimiz. Ko'rishingiz mumkin, Zipal S07 bezramchining chiroyli bo'lib ishlangan mashina hozirgi damda 80 million skidkada turibdi okalar. Paytida $33,000, ya'ni 420 million so'mga sotilgan mashina hozirda 317 million so'mga xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi okalar. Bu chegirma emas, bu pastga yarım narx kesib tashlash deyiladi.